Halol mehnat qilib xor bo'lgan usta. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Halol mehnat qilib xor bo'lgan usta. Qishloqda anchagina nom chiqargan usta shahardan katta buyurtma zakaz oldi. Shaharlik bir boyni yangi olgan uchastkasida yangi solmoqchi bo'lgan uyini g'ishtdan to tomigacha qilib berish kerak ekan. Usta xursand bo'lib 3 ta shogirdini yengini olib aytilgan vaqtda aytilgan joyga yetib keldi. Uy egasi ham xushchaqchaq, samimiy inson ekan. Ustalarni yaxshi kutib olib, mashinasida ish joyiga olib bordi. So'ngra yaxshilab tushuntirdi. Xullas gap bunday usta aka. Shu ko'rib turibsiz, mana shu uy poydevori qurilgan. G'ishtlar hammasi poydevor atrofiga terilgan. Avval g'ishtni urasizlar, so'ng to'sin tashlab tomini yopib berasizlar, dedilar. Hisob kitobni ishni qilib bo'lganlaringizdan keyin qilamiz. Xo'sh, anavi 2 xonali uyni birda ovqatlanasizlar, ikkinchisida yashaysizlar deya vaqtinchalik solingan hujrani ko'rsatdi. Shogirdlar bir-birini turtishib hujraga kirishga shoshilishdi. Ha, aytganday ovqatni keliningiz shu yerga kelib tayyorlab beradi. Hamma sharoit bor. Kechki ovqatni ham o'zi tayyorlab berib, kechqurun ketadi dedi. Usta xursand bo'lib, nima deyishini ham bilmay qoldi. Xullas hammasi tushunarli deya yana gap boshladi ustani indamay. Turganini ko'rgan uy egasi, men doimiy bu yerda bo'lmayman. Ish yurasidan Toshkentda bo'laman, har haftada kelaman. Kelganimda ish yuzasidan maslahatlashamiz. Nima kamchilik bo'lsa, keliningizga aytasiz dedi. Shunday deya uy egasi xayrlashib ketdi. Usta ham kiyimlarini almashtirib chiqib, shogirdlarini lol qolishga, loy qildirishga buyurdi. Loyni qilishib bo'lgach, bet-qo'lini yuvishib, kechki ovqatga tayyorgarlik qilisha boshlashdi. Boya uy egasi kelini ertaga kelishini, buguncha o'zlari eplab turishni tayinlagan edi. Ovqatni yeb bo'lishgach, darrov yotib uxlashdi. Ertalab sahar turib, g'isht o'rinni boshlab yuborishdi. Soat 10larga yaqin kelin kelib ovqatga urina boshladi. Xullas ishlar boshlanib ketdi. Yigitlar qo'liga tegmay ishlardi. 10 kun deganda devorni tiklashib, tomga urinishni boshlashdi. Bir kuni kun qizdirib, usta chanqab ketib suv ichish uchun bir muddatga pastga tushdi. Oshxonaga kirib endi suv olib ichmoqchi edi kelin. Usta aka, suv ichmang, mana yaxna choy tayyorlab qo'ydim. Shuni iching deya shisha idishdagi choydan ichishga qo'yib uzatdi. Usta miriqib choyni ichib bo'lib, endi o'rnidan turmoqchi edi, kelin to'xtatdi. Usta aka, kunning qizishini qarang, biroz yonboshlab dam oling dedi. Ey kelin, yonboshlab yotsak ishni kim qiladi deya o'rnidan yana qo'zg'almoqchi bo'lganda, kelin bu safar qo'lidan ushlab to'xtatdi. Muncha o'zingizni qiynaysiz, jonim, deya kutilmaganda ustani quchog'iga o'tirib oldi. Usta dovdirab qoldi. Turib ketmoqchi bo'ldi, lekin qandaydir kuch uni stulga mixlab qo'ygandi. Quchog'idagi malak uni hushidan ayirgan edi. O'zi bilmagan holda ayolni quchoqlab o'pa boshladi. Ayol juda ko'hlik edi. Usta kirib 5 eshikka kirib, hali bunaqasini ko'rmagan edi. Uni hozir 5 ta bolasi ham ko'ziga ko'rinmasdi. Bir payt ayol kiyimini yecha boshladi. Usta butunlay tugadi, lekin ishqirib oldinga borishni qo'ymasdi. Ish bitgach, asal o'ziga kelib, kiyimini kiyib tashqariga chiqdi.
shogirdlar berilib ishlashardi. Kechga yaqin ishni tugatishib pastga tushishdi. O'sha kundan boshlab usta har kuni salqinlash bahonasida pastga tushib turadigan bo'ldi. Kunlar o'tib ishni ham yakunlashdi. O'sha kuni uy egasi ham kelib birga ovqatlanishni shogirdlar turib ketgach, uy egasi xotin pulni olib chiq, usta akani rozi qilaylik deganda xotini, dadasi, meni o'zim usta akani rozi qilib qo'ydim. To'g'rimi, usta aka dedi. Usta cho'chib ketib, ha to'g'ri dedi. Bilmasam, duo qilaylik dedi uy egasi. Duo qilishib tashqariga chiqishdi. Uy egasi ketgach, usta shogirdlarni yig'ib, xo'jayin pul olib kelmabdi. Ertaga olib kelarkan dedi. Ertasiga ertalab sahar o'rnidan turib, men ertaga kelaman deb shu ketgan bo'yicha roppa-rosa 3 kundan keyin keldi. Qo'lida pul bilan keldi. Mana ish haqlaring deya shogirdlarni oldiga qo'ydi. Xo'jayin pulni berib dedi. Aslida esa o'zi qishloqqa borib, ena bola sigirni sotib pulini olib kelgan edi. U yaxshi hamki bu ishni hech kim bilmadi deb o'yladi, ammo u bir narsani uy egasi uni chuv tushirib xotinim deb bir fohisha ayolni olib kelganini, buni hammasi uyushtirilganini bilmas edi.